Bilasizlar, ko'proq Rossiyaga yuk jo'nataman. Ko'proq Rossiyaga. Tanishlarim ham nihoyatda ko'p Rossiyada. Keyin O'zbekistondan tanishlar endi bor-ku, O'zbekistonga chiqarsam qanday bo'larkin deb qiziqardimda, bir marta для проба ozgina yuk oldirib ko'rdim. $10 olib berishdi. Aytadiki, yana avia deydi. 10 kun, 12 kunda keldi u kargo. Yana har biri bir dona. 3 kunda bitta xat keladi, bitta tovaring keldi. Ikkinchi kunda yana bitta xat keladi, uchinchi kunda yana bitta xat keladi. Mana shunaqa qilib maydalab tashladi. Tovarimni ham ehson qilib yubordim, kerakmiydi deb. Chumo bo'lib, shunaqa qilgan ekanda qizlar. Endi maydalab tovar oldirsalaringiz qiyin. Ko'proq tovar oldirsalaringiz $3.5–3.5 oldirsalaringiz bo'ladi. Zaprosto O'zbekistonga hech qanaqa bir qo'rqinchli nalog to'lamaysizlar. Hammasini qonuniy yo'l bilan kiritasizlar. Storiesimda gruppam bor. Barcha ma'lumotlarni qo'yib boryapman. Boshlamoqchi bo'lgan ishlaringizni to'xtatib